10,5 sotuvli xonadon sotiladi. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Mashal mahallasi, Bag'ish ko'chasi 83-uy. Xullas, ko'chaning ustida joylashgan. Mana ko'ryapsiz, ko'chaning usti. Avangardgacha 4-5 kilometr atrofida, eski Qo'luvgacha 6-7 kilometr. 11 kilometr ekan, adashib ketdim. Full City'ga 6-7 kilometr. O'rta Saroyga 5-6 kilometr bilan chiqar ekansiz. Ikkita maktab bor ekan. Bog'cha maktablar hammasi yaqin ekan. Xullas, to'yxonalar hammasi. Mana yo'l usti ko'ryapsiz. Yaxshi joylar. Jiloy mahalla, hech qanaqa sunozlar buzilishga tushmagan. Mana ko'chaning usti. Xo'p, ariqlarda suvlar ham yaxshi ekan. Gaz, svet, kommunalka, hamma narsasi kirgan mana. Uyda tashqi tomoni. Umumiy 8 xona ekan. Qarang, ko'ryapsiz. Navesi ham katta qilib chiroyli qilib qo'yishgan, mana ko'ryapsizmi? Mashalloh. Mana hovlisi. Hovlisini tashqi tomonidan ko'rsating. Qanaqa fayzli, barakali xonadon, qarang. Mashalloh. Prosta pul zarurat tufayli sotishayotgan ekan. Xos xonalarini bittalab ko'rsatib ketaman mana sizlarga. Mana bu yoqda 3 xona ekan. 3 xona, bu yerda 4 xona ekan. 4 xona bor bu yoqda joylashgan. Svetlar o'chib bo'lgancha hozir ko'rsata olmayman. Xo'p, bu yog'i kotel xonasi. Bu yog'i kotel. Tak. Bu yangi tushgan xonasi ekan mana. Bu yerda ham 4 xona. Bismillah. Bu yog'i spalniy xonasi. Mana yana bitta xona. Mana ko'ryapsiz. Mana hol nozi ham ancha katta. Mana bu yog'i zal. Mana mehmonlaringizni bunaqa shinam shuna joyda kutib olaverasiz. Mashalloh. Chiroyli xonadon. Yaxshi remont qilingan. Chiroyli joylar mana. Hovlisi ham o'zi kattagina ekan. Oldingi Severniy mayak desa, ko'pchilik biladi bu yerda. Hozirgi nomi Mashal bo'libdi. Mashal ekan. Mana bu yoq oshxona. Bitta mana. Oshxonasini ham ko'rsatay. Mana. Bu yoq oshxona ekan. Tak. Bu yog'i banyasi. Gaz svetlari, kommunalkalar hamma narsasi yaxshi deyishyapti. Mana bablar qo'yib qo'yishgan. Mana. Chiroyli qilingan. Xo'p, tomorqa ko'ryapsiz, bog' qilingan. Daraxtlar ekib qo'yishgan, bog' qilib chiroyli qilib qo'yishgan mana. Bu yoqda molxonasi. Mana kladovkalari. Molxonalar qilib qo'yishgan, chiroyli qilib qo'yishgan. Prosta zarurat tufayli bu yoq hojatxona ekan. Mana orqalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, orqalarda poliya ekan mana. Menimcha yaxshi barakali joylar. Xullas, narxi ham qulay narxda qo'yilgan. Unaqa menimcha etilgan narxga ustoydi deb o'ylayman o'zim. Yana kommentariyada o'zlaringizni fikrlaringizni qoldirasizlar. Bitta like deb bosing va uyingizlab yurgan o'sha tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying. Xullas, 110 ming so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari ham bor ekan. Xudo xolasa mana shu uy, mana shu xonadon sizga nasib qilsin. Bitta like deb bosing va tanishlarga jo'natib qo'ying. Pastda egalar raqami bemalol murojaat qilib, savdolashib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Mana shu fayzli xonadon sizga nasib qilsin. Bitta like deb bosing. Mashalloh. Qarang. Qanaqa go'zal.